Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Oqsaroy bayonotchisi Jin Psakining agar Rossiyaning tajovuzchiligini qo'llasa, Xitoy og'ir oqibatga duchor bo'ladi. Xitoy va Rossiya dunyo iqtisodining faqat 15dan 20% ni egallaydi. G7 davlatlar bo'lsa 50% ni egallaydi. Amerika va Yevropadagi ittifoqdoshlarining qo'lida nurg'un vositalar bor degan so'zlarga inkos qaytardi. Bayonotchi Zhao Amerikaning Rossiya orqali Xitoyga jazo yurgizish to'g'risida tahdid solganligini, agar bu ish yuz bersa, kuchli taqobil turish tadbirlari qo'llanilganligini o'tirib qo'ydi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Moskvada Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishdi. Lavrov mundaq dedi: "Bizning Ukrainaga qarata ba'zi ko'z qarashlarimiz bor, ammo Turkiyaning tampon maydoni biz uchun intayin qimmatli." Çavuşoğlu bo'lsa, "Biz krizisning tinch yo'llar bilan oxirlashishini umid qilamiz. Bu mezgilda diplomatiyaning muhim ahamiyati bor" dedi. Çavuşoğlu bugun Ukrainada ziyoratda bo'lmoqda. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Zhou Fenglian Tayvanning Ukrainaga insonparvarlik yordami avatish qaroriga qarata, ular Ukraina krizisidan foydalanib o'zlarining mavjudligini isbotlamoqchi bo'layotdi dedi. Tayvan diplomatiya ministrligi tunugun Ukrainaga tunji turkumda 3 million 500 ming dollar yordam qilgandan keyin ikkinchi qadamda musofirlarni 11 million 500 ming dollar yordam bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan edi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bir oylik maoshini Ukrainaga avatadiganligini e'lon qildi. Yaponiya va Amerika askarlari Yapon tog'im orollarida tajovuzchilikqa qarshi birlashma havodan mudofialanish manevri o'tkazdi. Rossiya va Xitoyning rayondagi harbiy kuchining kunsiri kuchayishi va Shimoliy Koreyaning tahdidi sababidan xirsga to'lgan bexatarlik muhitiga duch kelgan Yaponiya, Yapon dengizida Amerika bilan birlikda havodan mudofialanish harbiy manevri o'tkazdi. Rossiyada 14 mart Instagramga kirish to'sqinligiga uchragandan keyin Rossiya texnika korxonachilari davlat ichida rasm o'rtoqlashish detali yo'lga qo'ydi. Sputnik turining rasmiy to'r beti asos qilingan xabarlarga qaraganda, Rosgaram deb atalgan yangi detal 28 mart rasmiy ishga kirishtirilgan. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Chin Yang Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qaratgan harakatini oldin biladiganligini inkor qildi. Oqsaroy bayonotchisi Jin Psakining agar Xitoy Rossiyani harbiy moddiy yordam bilan ta'minlasa va Rossiyaning embargodan qechishiga yordam qilsa, bu Beijing hukumatiga og'ir oqibat olib keladi degan so'zlardan keyin Xitoy elchisi yuqorqi ifodani bildirgan. Muborak Ramazon oyi yaqinlab kelayotgan shu qutlug' kunlarda boshqa qarindoshlarining qiyinchiliklarini o'zining qiyinchiligi deb bilib, ularga yordam berishni o'zining majburiyati va qo'shonligi deb bilgan yordamso'yar kishilarimizning yaxshilik faoliyatlari davom qilmoqda. Turkiya yoshlar harakati yordam jamiyati bilan Sharqiy Turkiston jamiyati hamkorligida tayyorlangan Sharqiy Turkistonlik oilalarga yordam buyumlari tarqatish faoliyati 2022 yili 3-oyning 15-kuni tushdan burun Istanbul shahrining Safakoy rayonidagi Sharqiy Turkiston jamiyatida olib berildi. Faoliyatga 50 dan ortiq Sharqiy Turkistonlik oila qatnashdi. Shuning bilan birga Germaniyadagi Sharqiy Turkiston madaniyat va uchur markazi yillardan buyon xayr-saxovat faoliyatlarini davomlashtirmoqda.